Erkak ovqatida zaharga qarshi dori borligini bilmasdi. Fransuz ayollarining baxtli oila siri. Aytsam ishonmaysiz, o'rta asrlarda Yevropada va ayniqsa Fransiyada ayollar erlarining nonushtalariga zahar qo'shib berishgan. Zahar kun bo'yi juda sekin, sezilmas darajada ta'sir qilib borgan. Kun oxirida esa erkak qattiq charchagan, holsiz va xavotir tuyg'usi bilan uyga qaytgan. Uyga qaytganda esa ayol shinam uy va zaharga qarshi dori qo'shilgan mazali ovqat bilan erini kutib olgan. Erkak uyga kelgandan keyin tuzalib qolganini, kayfiyatini ko'tarilganini sezgan va faqatgina uyda o'zini haqiqatdan xotirjam sezishiga ishonib borgan. Bu haqida hech kim bilmagan. Oldinlari ayollar dorivor o'simliklarga yaxshi tushunishganini hisobga olsak, aksariyati zaharni ham, antidotni ham o'zlari tayyorlagan. Feminizm kirib kelishi bilan bu odat yo'qolib ketgan. Fransuz ayollarining oilaviy baxt siri ajoyib bo'lgan ekan. Fikrlaringizni izohlarda yozing va albatta obuna bo'ling.